bir voqea esimga tushib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'ba atrofida namoz o'qiyotganlarida mushriklardan bir jamoa kelib, ustlaridan najosatlarni, hayvonlar ichaklarini ag'darishganda sahobalar shu darajada kuchsiz bo'lishganlarki, o'zlarining payg'ambarini ustidagi najosatlarni olib qo'yishga kuchlari yetmagan. Shunda Fatima onamiz radhiyallohu anha ustlaridagi najosatlarni olib, otalarini olib ketganlar. Ka'bani atrofida tomosha qila o'tirib, shu voqea esimga tushdi. Alloh bu dinga bergan quvvat, bu dinga bergan kuch bilan bugungi kunda o'sha paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ustidan najosatni olishga kuchi yetmagan sahobalar, ya'ni musulmonlar soni ozligidan shu darajada bo'lgan. Alhamdulillah, Allohning fazli, Allohning haq dinini, kuch-quvvatini Alloh taolo ko'targanligi sababidan bugungi kunda musulmonlar adadi shu darajada ko'pki, hattoki o'sha Ka'bani atrofiga musulmon bo'lmaganlar hatto kira olmaydilar va musulmonlar ham navbat turib namoz o'qishyapti. Qarang, ajiba.